Mana bu intimniy pudra bor-ku, xossachimni yig'ib kelay. Xullas, shu intimniy pudrani olmagunimcha Instagramimdan chiqarib qon qivordi. Olganimdan keyin уже Instagramimdan chiqmay qo'ydi. Intimniy pudrani olganimdan keyin Instagramda buni qanaqa ishlatilinishini har xil usullari chiqarib qon qivordi to'g'risi. Aloe vera bilan ham ishlatib ko'rdim. Boshqasi chiqib buni penka bilan ishlatadi, shunda effekti zo'r bo'ladi dedi. Uni ham ishlatib ko'rdim. Men yana bittasi chiqdi. Qo'lingizga ozgina suv bilan aralashtirasizda, yuzingizga surib ushab turasiz. Uni ham qilib ko'rdim, lekin hozir internetda buni idishga solib, shotkada ko'pirtirib, keyin yuzga surtib, ozgina ushab turib, keyin yuvib tashlash kerak ekan. Shunda effekti zo'rroq bo'lar ekanmish. Hozir shuni qilib ko'ramiz. Bunga idish kerak ekan, lekin menda idish yo'q. Hozir mana shu idishda yuvib kelaman yaxshilab. Keyin shunga intimkani solib ko'pirtiraman. Mana qaranglar. Rostdan ko'pirib ketdi. Vaqtga qarab turaman. 5 minut bo'lgandan keyin o'zi qotarkan, keyin iliq suv bilan yuvib tashlayman. Yuvib keldim. Dahshatga qaranglar. Menga shunaqa yoqdi. Endi har doim shu usulda qilaman.